Donald Tramp shunchaki shokka tushgandi Fyodorning g'alabasidan, chunki uning do'stini yutgandi o'sha kuni Emelianenko. Bunday ajoyib jangchini men hech qachon ko'rmaganman. Bu intervyusidan so'ng Tramp so'nggi imperator bilan rasmga tushishga ham majbur bo'ldi. O'sha kungi Fyodorning raqibi Andrey Arlovskiy, belaruslik jangchi, o'sha paytda dunyo reytingida top 5 likda turardi og'ir vaznli jangchilarning. Haqiqatan da o'ta xavfli bo'lgan Andrey oz emas, ko'p emas Emelianenkodan ikkita kelardi salkam. Jang boshidan jangchilar bir-birini o'rganish o'rniga qasara-qasar jang bilan boshlandi. Tik oyoqda turib zarbalar almashinuvi. Fyodorga juda ham kuchli zarbalar yo'llay olayotgan Andrey go'yoki bu jangda favoritdek tuyulayotgandi. Lekin Emelianenko nima uchun so'nggi imperator ekanligini yana bir bor isbotladi. E'tibor bering. Kuchli old oyoq zarbasini o'tkazib yubordi Fyodor va tizza zarbasi bilan raqibi davom ettirayotgan paytda yon tarafdan huk bilan Emelianenko raqibini uxlatib qo'ydi. Fyodor Emelianenko MMA tarixidagi eng sovuqqon va halokatli jangchi. Pride davrining mutlaq imperatori, o'zining davrida birorta ham yulduz qolmaganki u yengmagan. Barcha zo'rlarni yo'q qilgan. Haqiqiy afsona 10 yil mobaynida umuman yutqazmagan. Eng qiziq tomoni shundaki, u hech qachon shou qilmagan. Chiqqan, yenggan, qaytgan orqaga tomon. Boshqa hech narsa.